Assalomu alaykum hammaga. Kimgaki un, yog' shunaqa narsalar kerak bo'lsa, men bozoriy markaziy taksi birlashib ketadigan taksilarni oldida arzon narxlarda kepakmi, tuzmi, lava narsa bor. Makaron. Manzil Sharitus markaziy bozor varashilib ketadigan taksilarni oldida. Voy modar baraka vash 190 so'mdan to 250 so'mgacha unlar bor. 10 kiloliklar bor, 25 kiloliklar bor. Yog'lar bor 150 so'mdan 75 so'm, 73 so'm. 12 kilolik makaronlar 90 so'm. Optim narxda. Garantiyasi bor onlarda. Bir haftagacha garantiyasi bor.